Hiqildoq 3 ta tog' hamda 3 juft tog'aydan iborat. Jami 9 ta tog'aydan tashkil topgan. Demak, o'rganishni boshlaymiz. Birinchi tog'ayimiz Cartilago tiroidea, qalqonsimon tog'ay. Gialinli tog' tog'ay hisoblanib, bu oldingi qismida hiqildoqni skeletga o'xshab ikkita katta plastinkadan iborat bo'ladi. Lotinchasida lamina dextra hamda lamina sinistra deb atalib, hiqildoqning oldi tarafdan qoplab turadi. Va ular birlashgan sohada ikkita insizura, ya'ni chuqurcha hosil bo'ladi. Insizura tiroidea superior hamda insizura tiroidea inferior. Va ularning o'rtasida esa bo'rtib chiqqan tuzilma prominentia laringea. Bu ayniqsa erkaklarda yaxshi rivojlangan bo'lib, avtorskiy adim olmasi deb ham ataladi. Endi ikki yonida mushaklar kelib birikadigan chiziq, liniya obliqua joylashgan bo'ladi. Va oxirgi qismi esa yuqorgi va pastda joylashgan shoxchalar, corno superior hamda inferior shoxchalar joylashgan bo'ladi. Va bu hiqildoqning oldingi qismida qanday ko'rinishga ega bo'ladi? Yuqorgi va pastki shoxlari, insizuralar yuqori pastki, o'rtasida adim olmasi va qiyshiq chiziqlar, mushaklar kelib birikadigan. Va bu haqiqiy hiqildoqning ko'rinishi, shu yuqori shoxlari, yon tarafdan ko'rinishi, oldingi plastinkasi xuddi shunday joylashgan bo'ladi. Endi ikkinchi tog'ayimiz Cartilago cricoidea deb ataladi va bu halqasimon tog'ay. Bu ham tog' tog'ay bo'lib, hiqildoqni to'liq halqa shaklida o'rab olgan bo'ladi. Bu ham ikki qismdan iborat. Oldingi arkus yoy qismi hamda orqa plastinka keng qismidan iborat bo'ladi. Va bu aynan orta, ya'ni plastinka qismi ham ikki qismdan tashkil topgan bo'ladi. Birinchisi bu facies articularis tiroidea, ya'ni qalqonsimon bo'g'im yuzasi va undan yuqoriroqda joylashgan esa facies articularis arytenoidea deb ataladi va bu cho'michsimon tog'ay hisoblanadi. Oldi tarafdan ko'rsak, faqatgina bizga shu qismigina ko'riladi. Arkus qismi. Lamina qismi esa orqa tarafida joylashadi. Va bu ham xuddi mana cho'michga o'xshab tuzilgan. Mana arytenoid yuzasi, oldingi arkus qismi, va bu yerda yaqqol ko'rinibdi. Tiroid yuzasi, bu cho'michsimon yuzasi. Va bu orqa tarafdan ko'rinishi, ikkita plastinkasi. Davom etamiz. Keyingi tog'ayimiz bu juft tog'ay. Navbatma-navbat ketyapmiz. Oxirida ajratib olamiz. Keyingi tog'ayimiz Cartilago arytenoidea, ya'ni cho'michsimon tog'ay hisoblanadi. Bular juft tog'ay va ovoz paylari harakatida o'ta muhim ahamiyatga ega. Bu rasmni ko'rishdan oldin mana bu rasmga yo'llanamiz va biz bu yon tarafdan ko'rinish, biz hozirgina qalqonsimon tog'ayni ko'rdik, undan keyin halqasimon tog'ayni ko'rdik va endi Cartilago arytenoidea cho'michsimon tog'ayni ko'radigan bo'lsak, uni joylashuviga asoslanamiz. Bu tarafi oldingi taraf anterior, bu tarafi posterior. Joylashishiga ko'ra ikki qismdan iborat bo'ladi. Yuqorgi qismi apex qismi, uch qismi, pastki qismi bazis qismi hisoblanadi. Bazis qismida 3 ta tuzilma joylashgan. Endi bu rasmga o'tamiz. Tushunib olgan bo'lsak, birinchi tuzilmamiz bu ovoz o'simtalari, ya'ni processus vocalis bo'lib, bu yerga ovoz boylamlari kelib birikadi va bu asosan quyidagicha joylashadi. Va bu qismga to'g'ri keladi. Oldiga qarab turgan qismiga. Endi keyingisi esa processus muscularis, ya'ni mushaklar kelib birikadigan o'simtasi hisoblanib va bu bazis qismida joylashgan bo'ladi. Endi bizda qolyapti oxirgi qismi, bu facies articularis cricoidea qismi hisoblanib va bu ya'ni halqasimon tog'ayga birikadigan yuzasi hisoblanadi. Bu ham bazis qismida joylashgan bo'ladi. Endi va bu yerda ham ko'rishimiz mumkin. Mana corniculata shoxchasimon tog'ay joylashyapti. Buni keyingilarda ko'ramiz. O'ng taraflama ko'rinishi, medial ko'rinishi va orqa tarafdan ko'rinishini ko'ramiz. Endi keyingisi esa bu tog' tog'ay hisoblanib, Cartilago epiglottia hiqildoq qopqog'i tog'ayi hisoblanadi. Aynan biz yutinganimizda mana shu tog'ay ovoz yo'lini yopadi. Va bu ham elastik tuzilishga ega bo'lib, ikki qismdan iborat bo'ladi. Birinchisi bu plastinka qismi esa sariq rangda ko'rsatilgan, yuqorida joylashgan bo'ladi.
va pastki qismi esa bu epitiols epiglottis, ya'ni hiqildoq tog'ayning poyachasi hisoblanadi. Va bu pastki tomondan esa cartilago tiroideaga, qalqonsimon tog'ayga ichki yuzasiga birikkan bo'ladi va buni joylashishi quyidagicha joylashadi. Yon tarafdan bunday ko'rishimiz mumkin bo'ladi joylashishi va biz yutinganimizda bu ovoz yo'lini, nafas yo'lini yopishda qatnashadi. Keyingi ikkita tog'ayimiz bu juft tog'aylar hisoblanadi. Birinchisi cartilago corniculata shoxchasimon tog'ay bo'lib, bu ham elastik bo'lib, cartilago arytenoidea, ya'ni cho'michsimon tog'ayga kelib birikyapti va bu o'sha qismida bo'rtma hosil qilyapti. Va bu bo'rtmani biz tuberculum corniculatum deb ataymiz. Undan yuqoriroqda esa cartilago cuneiformis ponasimon tog'ay joylashgan bo'ladi. Ponasimon tog'ay ham xuddi elastik, bu ham juft tog'aylar turiga kirib va bu cartilago corniculatadan biroz yuqoriroqda joylashadi, yashil rangda ko'rsatilgan. Endi biz hozir ko'rib chiqdik 3 juft hiqildoq tog'ay hamda 3 ta tog'ni ko'rib chiqdik. Endi shuni ajratib chiqamiz. Biz bu rasmga o'tishimizdan oldin birinchi ajratib olamiz. Xo'p, birinchisi bizda cartilago tiroidea, cricoidea, epiglottica, bular tog' tog'aylar hisoblanadi. Arytenoidea, corniculata, cuneiformislar esa bu juft tog'aylar hisoblanadi. Endi buni mnemonik usulda eslab qolamiz. Birinchisiga Tohir chiroyli eshik ochdi. Tohir bu yerda tiroidea, chiroyli cricoidea, eshik epiglotikaga mos keladi. Endi rasmga qaytamiz. Tohir, bu bolaning ismi Tohir, chiroyli eshikni ochdi. Mana eshik ochildi. Endi keyingisida esa Ali chiqib chopdi. Aga arytenoidea, corniculata hamda cuneiformis. Rasmga qaytamiz. Bu yerda Ali, bu bolakay eshikni ochganligi uchun bu chiqdida uje qochib ketyapti, yugurib ketyapti. Shunday qilib eslab qolsak bo'ladi. Umumiylashtiradigan bo'lsak, Tohir chiroyli eshikni ochdi, Ali chiqib chopdi. Va bu lotincha so'zlarni bog'lab eslab qolsak, uzoq muddatli xotiramizga joylaymiz.